Hozir qahramonimizni nimalarini eshitdik, so'zlab berdilar. Bilasizmi, birinchi navbatda mana ekspertlarimiz ham ta'kidlab o'tishdi, meros huquqini albatta bilish kerak. Lekin bu jarayonda ozgina urf-odatimiz, mentalitetimizga ham bog'liqda. Hozir juda to'g'ri aytdilar. Keksa yoshdagi ota-ona yoki qarindoshga sal og'ir bo'lishi mumkin. Nomimga rasmiylashtirib berasam. Bilasizmi, zamon rivojlangan sari har bitta jinoyatni yangi ko'rinishlari rivojlanib ketyapti. Haqiqatda hozir amaliyotdan kelib chiqib aytamizki, firibgarlik jinoyatining yangi turlari, mana uy-joyini noqonuniy ravishda egallash jinoyatlari ko'payib ketdi. Asosan jabrlanuvchi keksa yoshdagi otaxon onaxonlar bo'lishadi. Ya'ni ular o'zini harakatini anglay olishmaydi. Mana shundan mana shu firibgarlar foydalanishyapti. Bilasizmi, mana shu fursatdan foydalanib iltimos qilamiz mutasaddi tashkilotlarga va notarius xodimlariga iltimos qilamiz. Mana shu keksa yoshdagi otaxon onaxonlar bilan bog'liq notarial harakat bo'lsa, imkon qadar odamgarchilikka rioya qilgan holda qarindoshinimi, farzandinimi, biron bir qarindoshini chaqirib, uni ishtirokida notarial harakatni amalga oshirishni iltimos qilamiz. Chunki amaliyotdan kelib chiqamiz, juda murakkab jarayon. Oldi sotdi shartnomasini bekor qilish uchun fuqarolik sudlariga murojaat qilasiz. Bu 6 oy, 8 oy, 1 yilni vaqt oladi. Biron bir tarzdagi nogironligi bo'lgan shaxslar agar yashaydigan bo'lsa, yo'q joydan bir vasiy paydo bo'lib qoladi. Bir vasiy paydo bo'lib qoladi. Notariusda mana shu vasiyni ishtirokida oldi sotdini amalga oshirib, qonuniy yo'l bilan uy joyiga egalik qolishadi. O'shaning uchun to'g'ri ma'noda tavsiya qilamiz hurmatli fuqarolarimizga, meros huquqidan foydalaning. Bu qanchalik og'ir botmasin, lekin ayanchli, juda mushkul oqibatlarga olib keladi.